PUBG'ga eski interfays qaytarilmoqda. Ya'ni mana bu meni ko'nglimdan ham oq bo'lgan nastroykalar qoralashadi degani. Avvalgidek bo'lish bo'lmasligi aniq emas-u, lekin qoralashishi aniq. Sababi bu nastroykani ustidan juda ko'p igroklar PUBG'ning ofitsial akkauntlariga jalba tashadi. Shu sababdan ertalab PUBG Telegram kanaliga mana bunaqa narsa tashladi. Bu yerda eski holatga qaytarilsinmi yoki-da yangisi yaxshiroqmi degan savol bor. 86% odam eski nastroyka qaytarilishini so'ragan va PUBG o'zining ofitsial Instagram va Telegram kanallariga mana bu postni joyladi. Bu postda shunday deyilgan: bilmaganlar uchun tarjima qilyapman, bilganlar bemalol o'tkazaveringlar. Biz sizni fikringizni inobatga olgan holda keyingi 3 hafta davomida nimalarni to'g'rilashi haqida gapirgan. Avvalgidek bo'ladimi yo'qmi bilmayman, lekin 100% bu nastroykada qolib ketmaymiz. O'shaning uchun PUBG'ni update qilishga shoshilmanglar.